O'sha mashhur Yil talabasi degan kinodagi o'yin bizni institutimizda ham volontyorlar tomonidan tashkillashtirildi. Va albatta kursdoshlarim bilan birinchilardan bo'lib komanda tuzib ro'yxatga yozildik. Bilmaganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman. Har bitta komandaga topishmoqli xarita beriladi. U xaritada 7 ta lokatsiya yashirilgan bo'ladi va navbatma-navbat o'sha lokatsiyalarga borib, shartlarni bajarib, harflarni qo'lga kiritish kerak va oxirida o'sha harflardan so'z tuziladi. Har bitta lokatsiyada komandamizdan gelma-gel bittadan ishtirokchi shartlarni bajaradi. Hali institutda yangi bo'lganimiz va hamma joyini ham yaxshi bilmaganimiz uchun ba'zi joylarda topish juda ham qiyin bo'ldi. Va ba'zi lokatsiyalarda volontyorlardan yordam olishimizga ham to'g'ri kelib qoldi. Institutni u burchagidan bu burchagiga yugurib, o'zi ham 15 marta quruq chiqqan bo'lsa kerak. Shartlar qanaqaligi oldindan aytilmagani uchun to'g'risi kim shart bajarishini hal qilish qiyin bo'ldi. Shart bajarish navbati menga kelganida bizga fantomima sharti tushdi. Qaysi so'zni bunchalik jon kuydirib tushuntiryapman deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozib keling. Lekin shuncha yugurganimizga qaramay oxirida bitta lokatsiyada adashib ketganimiz uchun baribir yutqazib qo'ydik. Endi keyingisida albatta birinchi o'rinda olamiz. Agar institut hayoti sizga ham qiziq bo'lsa, blogimga obuna bo'lib qo'ying.